DTM'dan protsentga taalluqli bo'lgan test 15% 135 ga teng bo'lgan sonni toping. Test yechishga o'tamiz. Ya'ni 15% 135 ga teng bo'lgan sonni toping. Endi birinchi usul. Protsent ulushni bildiradi. Demak, 15% degani 100 dan 15 qism degani. Ya'ni sonni 100 dan 15 qismi, 15 taqsim 100 qismi 135 ga teng ekan. Shu yerdan x topishimiz kerak. X topadigan bo'lsak, 100 ko'paytirib bo'lib o'tadi. 135 ko'paytirib 100 bo'ladi. 15 bo'lib o'tadi. 15. Bundan topsak 900 chiqadi. Chunki 135 bilan 15 qisqarib bunga 9 ta bunga bitta yetadi. 900 ga ko'paysak 900 bo'ladi. Bu birinchi usul hisoblanadi. Ikkinchi usul bu proporsiya qilib topamiz. Ya'ni 15% 135 ga teng. 100% x ga teng. Shu yerdan x topishimiz kerak. X teng bo'ladi 100, ya'ni x topadiganimiz proporsiyada. Buni bunga ko'paytmasa, buni bunga ko'paytmasaga teng bo'ladi yoki x topsak x teng bo'ladi 100 ko'paytirib 135 taqsim 15. Ya'ni 100 ko'paytirib 135 taqsim 15. Bunda ham 900 chiqadi. Demak, testimiz javobi 900 ekan. Berilgan testimiz javobi D. Bu test professional birinchi qismida olindi.